Institut faoliyatiga oid eng muhim yangiliklar. Ortda qolgan hafta xabarnomasida. E'tiboringizda hafta dayjesti. Yangi O'zbekiston gazetasida yosh olimlar Abdullayev Hayotbek va Mavlonov Ulug'bekning Milliy farmatsevtika sanoati rivoji yo'lida nomli maqolalari chop etildi. Shuningdek, institut faoliyati Yuz.uz axborot portalida ham yoritildi. Institutda ingliz tili bo'yicha navbatdagi o'quv mashg'ulotlari tashkil etilib, xodimlarning xalqaro muloqot va kasbiy terminologiya bo'yicha ko'nikmalari mustahkamlandi. Xotin-qizlar ishtirokida yig'ilish o'tkazilib, mehnat intizomi, xizmat madaniyati va jamoada sog'lom muhitni shakllantirish masalalari muhokama qilindi. Xalqaro hamkorlik doirasida Janubiy Koreyaning nufuzli muassasasi Yonsei universiteti vakillari bilan onlayn uchrashuv tashkil etildi. Xalqaro klinik tadqiqotlarni yo'lga qo'yish va rivojlantirish masalalari yuzasidan uchrashuv o'tkazilib, Contract Research Organization agentlari bilan hamkorlik istiqbollari muhokama qilindi. ICH xalqaro standartlari asosida farmakonazorat va dori vositalari xavfsizligiga oid malaka oshirish mashg'uloti o'tkazildi. Shu va shu kabi xabarlardan boxabar bo'lishni istasangiz, bizni barcha ijtimoiy tarmoqlarimiz orqali kuzatib boring.